Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Darqo'rg'is Ismoilovich bo'laman. Bugun sizlar bilan umumiy psixologiya fanidan hozirgi zamon psixologiyasi tadqiqot metodlari mavzusi bo'yicha suhbatlashamiz. Mavzumiz rejalarni tanishtiradigan bo'lsam, umumiy psixologiya fanining metodologiyasi, hozirgi zamon psixologiya ilmiy tadqiqot metodlari, psixikani o'rganish metodlarining guruhlarga bo'linishi, ushbu rejalarni tanishtirib, mavzuni tushuntirib berishga harakat qilamiz. Metodologiya terminiga to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor metodologiya yunoncha metodos bilish, tadqiq etish, izlanish, logisi tushuncha, ta'limot degan ma'noni bildiradi. Ya'ni amaliy faoliyatni tashkil etish va amalga oshirish tamoyillari, usullar tizimi hamda ushbu tizim haqida ta'limotlardir. Metodlar psixologiyasi o'rganish usullari va yo'llari yig'indisi. Metod bu bilish, anglash yo'li bilan shu usul orqali fanning predmetini aniqlanadi deb Sergey Leonidovich Rubinstein ta'kidlagan edi. Fanning umumiy metodologiyasi metod va metodikalar orasida bog'liq sxemasini ko'rishingiz mumkin. Shuni tuzib chiqqanmiz. Bunda materiallarni qayta ishlash, tadqiqot maqsadidan kelib chiqqan holda aniq metodlardan foydalanish, metodik tamoyillarga javob beruvchi psixikaning namoyon bo'lishiga doir faktlarni, asoslarini o'rganish usullari va tadqiqot metodlari, psixologiya predmetini ilmiy tushunish va fan metodologiyasi. Ko'rib turganimizdek, bularni bo'lim-bo'limlar bo'lganmiz. Ya'ni birinchi bo'limimizda bizda materiallarni qayta ishlash, tadqiqot maqsadidan kelib chiqqan holda aniq metodlardan foydalanish. Ya'ni har bir inson tadqiqot o'tkazishdan oldin materiallarni qayta ishlash borasida tadqiqotlarda aniq maqsaddan kelib chiqqan holda unga metodika tanlash, shu metodika bo'yicha metodikadan foydalanish kiritiladi va metodikaning o'ziga yarasha tamoyillar, prinsiplar mavjud va shu tamoyillarga javob beruvchi psixikaning namoyon bo'lishiga doir shu asoslarni o'rganish usullari, tadqiqot metodlari hisoblanadi va psixologiya ilmiy tushunish metodlari predmetini fan metodologiyasi bu bo'yicha metodlar orqali foydalanish hisoblanadi. Psixologiya predmetini ilmiy tushuncha fan metodologiyasi bo'yicha ilmiy tushunish fan metodologiyasi tadqiqot o'tkazish joyi albatta tanlab olinadi. Tadqiqotning texnik jihozlari ko'rib chiqib saralab olinadi va tadqiqot qilinuvchilarni tanlab olinadi. Ularning yoshi, jinsi, shu metodika mos kelishi va metodika bo'yicha talablarga javob bera olishi nazarda tutiladi. Keyingisi tadqiqotchi. Shubhasiz tadqiqotning boshida ta'sir etadi va tadqiqot rejalashtirishdan to xulosa va tavsiyalar chiqarishga qadar mas'uliyatni his qiladi va bu muhim ahamiyatga kasb etadi. Bunda ko'rsatmalar ketadi. U aniq va qisqa bo'lishi lozim. Sinovchilarga, tadqiqotchilarga metodni tanlab olishdan oldin ularning barcha parametrlar hisoblab olinadi va ularga parametr berishda albatta kerakli ko'rsatma, konstruksiyalar beriladi. O'sha konstruksiyaviy ko'rsatma orqali sinovchilar o'z o'tkazilgan tadqiqotda ishtirok etadi va ba'zi bir tushunmovchiliklarni oldini olish uchun ko'rsatma aniq va lo'nda bo'lishi kerak. Tadqiqot qoidasi bo'yicha bayonnoma qilinadi va maqsadga yo'nalgan bo'lishi kerak. Olib borilgan tadqiqot bo'yicha bayonnoma tuziladi. Tadqiqot natijalarini qayta ishlash bu olingan jarayondagi eng muhim jarayon hisoblanadi. O'sha tadqiqotni olib borgandan keyin uni natijalarini elementar natijalarni hammasini jamlab kelib chiqqan natijalar bo'yicha xulosalar tayyorlanadi. Tadqiqot natijalarini ishlash bandlarini ko'rishingiz mumkin. Natijalarni sharhlash va xulosalarni ifodalab berish. Natijalarni izohlayapsizki, demak xulosani berasiz va hammasi aniq, konkretika bo'lishi kerak bunda. Xo'p, tadqiqot natijalarini son tahlili. Bunda o'rtacha kattalikni, korrelyatsiya, ya'ni bog'lanishni, koeffitsiyentni aniqlash, ishlab chiqish va boshqalar hisoblanadi. Grafiklarni tuzish va rejalarni tuzib borish. Xo'p, keyingi bosqichlar xulosalarning to'g'riligini isbotlash. Buning uchun turli metodlardan foydalanish. Har bir chiqayotgan xulosangizni boshqa metodlarda ham olinib, o'sha xulosaning asosligini isbotlash bo'yicha natijalar ishlanadi.
Tayyorlov bosqichi bu ilgari olingan vazifalarni o'rganish, farqlarni aniqlash, tadqiqot vazifalari va ilmiy faoliyatni belgilab borish metodikalarini ishlab chiqish hisoblanadi. Analiz psixikani o'rganish metodlarini turli guruhlarga ham ajratib o'rgangan. Bunda tashkiliy guruhga qiyoslash, longitud, kompleks metodlarni kiritgan o'qishini tasnifi bo'yicha. Keyingisi empirik metodlarga kuzatish, eksperiment, suhbat, so'rovnoma, test, faoliyat mahsulini o'rganish metodlari, biografiya, sotsiometr metodlarini ham kiritgan. 3-yo'nalishga natijalarni qayta ishlash yoki statistik metodlar ham hisoblanadi. 4-metod esa sharhlash guruhiga genetik va issiy jihatdan va donalash metodlarini kiritgan. Bu bo'yicha guruhlardan ko'p chiqadigan bo'lsak, tashkiliy guruhni o'z ichiga qiyoslash, longitud uzluksiz, ya'ni kompleks ko'p yoqlama deb ataladigan turlarni ham qamrab oladi. Katta metodlar hisoblanadi. Qiyoslash metodi umumiy psixologiya, ijtimoiy psixologiya katta va kichik guruhlar hamda ularning har xil toifalarning o'zaro bog'liqligini va ularning har xil toifa bo'yicha taqqoslaydi. Meditsina, ya'ni tibbiyot sohasi, psixologiyasi bo'yicha sog'lom va bemor insonlarning ruhiy xususiyatlarini qiyoslash maqsadida ham o'tkaziladi. Tafovutlarni aniq ko'rib chiqish uchun. Sport psixologiyasi sportchilarning holati, o'quvligini, ya'ni ishchanligini o'zaro taqqoslash maqsadida qiyoslash metodi foydalaniladi. Keyingi metodimiz longitud metod. Boshqa metodlardan farqi yoki bir necha sinovdan uzoq muddat, hatto 10 yillab tekshirishlardir. Longitud metodida bitta katta eksperiment o'tkazilgan. Tajriba longitud metodida 50 yil davomida bir insonni kuzatilgan. Bir inson tadqiqotchi tomonidan kuzatuv jarayonida o'zidan keyingi shogirdlar ham o'sha kuzatuvni amalga oshirgan va 50 yil tashkil etgan bu metod. Xo'p, longitud metodidan nemis psixologi Shtern, fransuz psixologi Razzo, rus psixologlari Menchinskilar, Gvozdevlar, Leyuts Mixinlar va boshqalar ko'p yillardan beri foydalanmoq kelganlar. Keyingi metodimiz kompleks metod. Ya'ni bu metod yordamida o'rganilgan obyektlar o'zgarishi turli nuqtai nazardan tahlil qilinadi yoki ularga har xil yondashiladi. Ya'ni atroflicha boshqa nazariyalardan, boshqa nuqtalardan o'rganilib, har bir soha bo'yicha unga keyin bitta xulosa to'xtamga yechimga kelinadi. Sharhlash genetik va donalash metodlaridan iborat hisoblansa, bunda genetik metodimiz bilan tadqiqot davomida tugallangan ma'lumotlar yaxlit holda maqsadga muvofiq tarzda sharhlanadi. Bu metoddan foydalanishning asosiy maqsad sinovchida vujudga kelayotgan ichki jamiki obrazlarning rivojlanishi, faoliyat va bilish jarayonlarining o'zgarishiga tajriba natijasida suyanib ta'rif va tavsif berishdir. Keyingisi donalash metodi. Tadqiqot obyektiga kirgan sharhlash psixikasi barcha o'zgarishlarni o'ziga xoslik, o'zaro ta'sir va uyg'unlikni o'zaro bog'lanishlarni o'rganib boradi. Keyingisi empirik metodlar guruhi o'z navbatida ham ikkiga bo'linib borar ekan. Bunda asosiy metodlar kiradi, keyin yordamchi metodlar kiritiladi. Asosiy metodlarga kuzatish va eksperiment kiritiladi. Yordamchi metodlarga suhbat, so'rovnoma, test, sotsiometriya, faoliyat natijalarini tahlil etish. Shu o'rinda asosiy metodlarni kuzatadigan bo'lsak, kuzatish metodi bu ichki va tabiiy va kuzatish metodlariga ham bo'linib ketadi. Bunda insonlarni kuzatish, faoliyat mahsulini o'rganish bo'yicha kuzatuvlarni amalga oshiradi. Eksperiment esa, ya'ni laboratoriya sharoitida o'tkaziladigan metodlar hisoblanadi. O'sha laboratoriya sharoitida tadqiqot natijalarini aniqlash, sharhlash va xulosalarni chiqarish bo'yicha xizmat qiladigan metod hisoblanadi. Bularga yordamchi metodlar kiritiladi, ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun suhbat o'tkaziladi, kerak bo'lsa anketa metodi, ya'ni so'rovnoma o'tkaziladi. Keyin hozir ommalashib ketgan metodlardan biri test metodi ham o'tkaziladi. Bunda IQni aniqlash bo'yicha juda katta natijalarga erishilgan. Test metodi hozir har bir soha bo'yicha, har bir sohaga kirib borgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu ya'ni insonlardagi bilimlarning yoki ularning ruhiy holatini birmuncha ham
yordamchi metodlar sirasiga kirgani uchun bilishga yordam qiladi va xizmat qiladi. Sotsiometriya metodi bu bo'yicha insonlardagi jamiyatdagi kayfiyatning yoki insonlar o'rtasidagi asosiy voqeliklarning asl mazmunini va ulardagi asosiy figuralarni aniqlashga xizmat qiladigan metod hisoblanadi. Faoliyat natijalarini tahlil qilish. Har bir olib borilgan faoliyat davomida ularning yuzaga kelgan natijalari bo'yicha xulosa chiqarish metodi hisoblanadi. Bunda kuzatish metodi ikki xil yuqorida aytib o'tdik, tashqi va ichki bo'lishi mumkin. Bunda kuzatish metodlari quyidagi talablar qo'yiladi. Kuzatish metodi ham o'ziga yarasha qonun-qoida prinsiplarga asoslangan. Bunda kuzatishning maqsadi. Albatta, har bir obyektni kuzatish oldin maqsad qo'yiladi va vazifa beriladi. Xo'p, kuzatilayotgan obyekt tanlanadi. Kuzatishga obyekt qanday parametrlarga, qaysi maqsadga yo'naltirilgan bo'lsa, shunga qarab obyekt tanlanadi. Tadqiqot o'tkazish vaqti rejalashtiriladi. Aniq lo'nda bo'ladi. Bunda kuzatish qancha davom etishi qat'iylashtiriladi. Bunda asosiy ko'rsatmada kuzatishning qancha vaqt davom etishi aniq vaqtlar bilan beriladi. Keyingisi, kuzatish inson qaysi faoliyatda, o'qishdami, mehnatdami, o'yin faoliyatidami amalga oshirishi aniqlik kiritiladi. Kuzatishning shakli, ya'ni yakka, guruh, jamoa bo'yicha tanlanadi. Ya'ni individual kuzatilishi mumkin, guruhiy kuzatilishi ham mumkin. Yoki keyingisi esa kuzatilganlarni qayd qilib borish vositalari, kundalik bo'yicha kundalik kuzatishga kiritiladigan qaydnomalar, suhbat daftarlari, kuzatish varaqasi, magnitofon, video magnitofon tayyorlab qo'yiladi. Tajriba eksperiment metodi ham katta metod hisoblanadi. Bu o'z navbatida tabiiy va laboratoriya metodlariga ajratadi. Tajriba metodlarining ilmiy asoslarini 1910-yilda rus psixologi Lazurskiy tomonidan ishlab chiqilgan. U kichik maktab yoshidagi bola shaxsning shakllanishini o'rganish maqsadida ushbu metodni qo'llagan. Endi eksperimental metodning asosiy hozirgi zamon psixologiyasida asosiy figura bu ham psixologiyaning katta rivojlanish qo'shgan olimlardan biri Vilhelm Wundt hisoblanadi. Buni to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Sababi 1879-yilda dunyoda birinchi marta laboratoriya ochadi. O'sha psixikani aniqlash va uning tamoyillari, vazifalarini belgilab berish bo'yicha, insonlar ruhiy holatini aniqlash bo'yicha Germaniyada Leipzig shahrida birinchi bo'lib dunyoda eksperimental laboratoriya tashkil qiladi va u kishini yangiligi, ixtiroligi psixologiyaning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Bizning respublikamizda Botir Rahmon Qodirov 1994-yilda Termiz davlat universitetida birinchi O'zbekiston laboratoriya tashkil qilgan. O'sha eksperiment laboratoriyasi u ham insondagi ruhiy holatdan ba'zi xususiyatlarni aniqlashga qaratilgandir. Keyingisi, suhbat metodi quyidagi shartlarga rioya qilinishi talab etadi. Bunda ham suhbat mavzusi va sinovchining taraqqiyot doirasi hamda yosh xususiyatlarga mos bo'lishi kerak. Suhbat vaqtida sinovchilarga berilgan savollar mazmunan yaxshilab o'ylab olinishi lozim, chunki ularda salbiy yoki negativ fikrlar paydo bo'lmasligi uchun. Suhbat vaqtida berilgan savollarga ha yoki yo'q kabi qisqa tarzda emas, balki batafsil javob olishga erishish kerak. Ya'ni shunday savol tuzingki, sinovchi to'liq fikrini izhor etish uchun o'sha savollar blankini tuzing deb talab qo'yilgan. Sinovchi zerikib yoki toliq qolmasligi uchun suhbat haddan tashqari cho'zilib ketmasligi kerak. Test metodi. Test inglizcha so'zi bu sinash, tekshirish metodi. Bu boya aytib o'tgandek keng ommalashgan metodlar sirasiga kiradi. Insonlarning qobiliyatini, intellektual qobiliyatini, irodaviy sifatlarini o'rganadigan va psixik hodisalarni o'rganish bo'yicha katta yordamchi metod hisoblanadi. Biografiya, tajriba metodi inson ruhiyatini tadqiq etish uchun uning hayot faoliyati, ijodiy to'g'risidagi og'zaki va yozma ma'lumotlar muhim ahamiyatga ega olinadigan metodlar hisoblanadi. Sotsiometriya metodi. Bu metod kichik guruh a'zolari o'rtasida bevosita emotsional, ya'ni ruhiy holatlarni o'rganish bo'yicha aniqlashga o'rganilgan metod hisoblanadi. Buni asoschisi amerikalik sotsiolog Jon Moreno hisoblanadi.
va so'rovnoma metodini ko'rishingiz mumkin. Keng qo'llanilgan metodlar ham sirasiga kiradi. Bu ham bir necha tuzilishga ega hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, bungi mavzuimiz bo'yicha quyidagilardan iborat edi. Agar savollaringiz bo'lsa, quyidagi telefon raqamiga yoki YouTube kanalimda izohga kommentariyalarga yozib qoldirsangiz javob berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.